Tak, ozgina primerlarni ko'rib chiqdik. Mana primerlarni hammasini men Telegram kanaliga tashlab qo'yganman. Qolganlarini o'zinglar bajarib qo'yasizlar. Endi biza ozgina yana boshqa bir instrumentlarni ishlashni ham o'rganaylik. Bitta annotation instrumentlar paneli bor. Annotation instrumentlar paneli o'zbekchaga yoki ruschaga perevod qiladigan bo'lsak, annotatsiya deb perevod qilinadi. Ya'ni chizmaga kerakli bir ma'lumot qoldirish, tekst sifatidami yoki bo'lmasam razmerlar sifatidami yoki bo'lmasam qanaqadir bir jadval sifatidami ma'lumot qoldirish uchun mana shu instrumentlar panelida joylashgan annotation instrumentlar panelida joylashgan instrumentlardan foydalanamiz. Bizani eng asosiy qiziqtiradigan narsa, bu yerda eng asosiy qiziqtiradigan narsa bizada mana bu razmerlar. Mana dimension deb yozib qo'yibdi yoki dimension yonida mana bunaqa kichkina bitta razmer bor. Endi sizlarda mana bunaqangi razmer turibdi. Mana shu ikkitasi eng asosiy qiziqtiradigan narsa. Endi bu yerda biza bu instrumentlar panelida tekst yozishimiz mumkin. Qanaqadir razmerlar qo'yishimiz mumkin. Keyin mana bunaqangi leader deydi. Ya'ni biron bir yuzaga mana bunaqangi strelka bilan chiqarib qanaqadir bir описание keltirishimiz mumkin hamda jadval qo'yishimiz mumkin. 4 xil annotatsiya keltirishimiz mumkin. Bitta mana bu table degani jadval degani. Mana bu leader deydi. Boyga yuzalarga strelka bilan ko'rsatib turib qanaqadir bir описание keltirish, razmer, ya'ni o'lchamlar qo'yish hamda tekst, qanaqadir bir matn qo'yish. Endi annotation yozuvini bitta bosadigan bo'lsak, bizada mana bu 4 ta anaqa ochilyapti. 4 ta. Mana bu yozib turibdi text style, bitta knopka text style ni ro'parasida standart turibdi. Keyin dimension style ISO 25 turibdi. Multi leader style standart turibdi hamda table style standart turibdi. Ya'ni bu nima degani? Mana shu 4 ta instrumentni har bittasini alohida stilini ochib biza o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni yerda ishlatiladigan masalan razmerlar bo'ladimi, tablitsani boyagi ichidagi qanaqadir bir parametrlari bo'ladimi, razmer qo'yilayotganda razmer masalan strelkasi bor, strelkani uzunligi, ranglari hammasini mana shu har bittasini alohida mana shu knopka bilan bosib o'zgartirishimiz mumkin. Hozir bularni bittasini biz ko'rib chiqamiz. Hammasini ko'ramiz deb aytmayman. Bu yonida turgani bu o'sha qanaqangi standart bo'yicha bular hozir belgilangan turibdi. Masalan, tekst yozish standart, dimension style ya'ni o'lcham qo'yish ISO 25 standarti bo'yicha belgilangan turibdi. Bularni mana shu belgilangan qo'yib qo'yilgan standartlarni mana bu standart nomidagi standartni masalan mana bu knopkani bosib turib o'zgartirsak bo'ladi. O'zgartirib ichidagi kerakli parametrlarni o'zgartirib mana chizmaga moslashtirsak bo'ladi. Tak, avvalambor bularga hozir sal keyinroq qaytamiz. Eng avvalambor biza tekst yozishni ko'rib olaylik. Tekst yozishni AutoCADda ikki xil usuli bor. Birinchisi multi-line deydi, ikkinchisi single line deydi. Ya'ni multi-line degani ko'p liniyali, ko'p qatorli, single line degani bir qatorli degani. Endi multi-line tekstda masalan qanaqangi bo'ladi? Masalan, chizmada bir katta bir matn berishingiz mumkin bo'lishi mumkin. Matn qanaqadir bir mana shu detal to'g'risida qisqacha bir ma'lumot berishinglar mumkin. Shu detalni ishlab chiqarish kerak bo'lgan odam o'sha detal to'g'risida qisqacha bir ma'lumotga ega bo'lishi uchun qanaqangi bir matn berishinglar mumkin tekst. Single line tekst, ya'ni bir qatorli
matnda yoki bir qatorli tekstda oddiy masalan bir ikkita uchta so'zdan iborat bo'lgan qanaqadir bir tekst berib qo'yishing mumkin. Bu hammasi bir chizmaga qo'shimcha bir ma'lumot sifatida keladi, ya'ni annotatsiya sifatida keladi. Tekst, mana bu ko'rib turgan tekst instrumentimiz bu multi-line text, ya'ni ko'p qatorli ko'p liniyali yoki ko'p qatorli matn instrumenti. Buni tegida buni ichida single line teksti ham bor. Ikkalasini instrument ko'rinishi bir-biridan ozgina farq qiladi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar ozgina farq qiladi. Multi-line text mtext komandasi bilan chaqiriladi. Single line text просто text komandasi bilan chaqiriladi. Buni hozir bitta alohida ko'rib chiqamiz. Tak, multi-line textni chaqirish uchun komanda klaviaturada mt ni bosdik, probelni mt ni yozdik, probelni bosdik. Biza tekst yozish uchun mana hozir mishkamizda kursorimiz hozir bunaqangi paydo bo'ldi. Sal anaqamizni chizmamizni kattalashtiradigan bo'lsak, kursorimizni o'ng chap burchagida ABC degan 3 ta harf paydo bo'ldi. Bu degani tekst yozishni boshlaymiz degani. Tekst yozish uchun biz ramka ko'rsatib olamiz. Mana bunaqangi ramka ko'rsatib oldik. Mana shu ramkada tekst yozishni boshlaymiz. Masalan, qanaqadir masalan auto, masalan cut degan tekst yozdik. Bo'lmasam auto desk degan tekst yozdik. Enter bossam keyingi qatorga o'tyapti. AutoCAD, Autodesk. Tekstni yozishni boshlagan paytimda e'tibor bersanglar, mana bu text editor degan alohida katta bir vkladka paydo bo'ldi. Alohida katta mana bu text editor. Bu text editor vkladkasi hozircha nima deydi? Faqat tekstni redaktirlayapmiz, tahrirlayapmiz, parametrlarni o'zgartiryapmiz. Hammasi mana shu yerda amalga oshirsak bo'ladi. Tekstni mana bu yerda hozir belgilab turib, mana bu yerda standart belgilanib turibdi. Ya'ni standart nomidagi standart bo'yicha yozyapmiz. Buni parametrlarini mana bu yerda tekstni parametri, masalan, balandligi 2,5 mm deb ko'rsatib qo'yibdi. 2,5 emas, masalan 10 mm deb belgilashimiz mumkin. Masalan, endi 10 mm deb hozir belgilanmaydi, chunki tekstni yozib qo'ygan tekstimni hammasini o'zini alohida belgilashim kerak. Xuddi Wordda yoki bo'lmasam boshqa bir tekstoviy redaktorda amalga oshirganimiz kabi. Endi Wordda ishlashni hammanglar bilasizlar. Xuddi Wordda ishlagandagi bitta hamma parametrlar bor. Tekstni belgilab turib, masalan, balandligini o'zgartiradigan bo'lsam, 2 mm bo'lsin, 2,5 mm emas, masalan, qanchadir, masalan, 15 mm bo'lsin. 15 mm qilib bo'lsin, tekstni masalan B bu bold yoki жирный qilib belgilashim mumkin. Endi hozir men bu 15 yozganimdan keyin enter bosishim kerak edi. Enter bosganimdan keyin ko'ryapsizlar, tekstim katta bo'lib ketdi. Aslida bu unaqangi katta bo'lmaydi. Aslida unaqa katta bo'lishi kerak emas. Bu 15 mm dan ancha katta bo'lib ketdi. Masalan, жирный ni bosdim. Жирный qildim yoki kursiv. Masalan, tekstni tegi chizilgan yoki tekstni usti chizilgan, tekstni prямо o'rtasidan chizib, shriftlarni masalan o'zgartirishim mumkin, o'zimga to'g'ri kelgan shriftlarni hammasini o'zgartirishim mumkin yoki tekstni rangini o'zgartirishim mumkin. Hamma parametrlar bor. Undan tashqari mana bu yerda qo'shimcha mana bu yerda simvolni ham qo'ysam bo'ladi. Masalan, bunaqangi degrees degan, ya'ni gradus simvoli yoki bo'lmasam plus minus simvoli. Endi bu narsa Wordda ham bor. Bu narsalarning hammasini bilasizlar. Masalan, almost equal degani, ya'ni almost equal, ya'ni mana bunaqangi taxminan teng degan belgilar. Hokazo. Burchi belgisi. Har xil nima deydi, belgilarni ham alohida klaviaturada belgilarni ham alohida qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari yozayotgan tekstinglarni to'g'ri yoki noto'g'ri yozilayotganini ham tekshirsa bo'ladi. Masalan, hozir Autodesk degan yozuvni tagiga chizib qo'yibdi, bu noto'g'ri. Autodesk degan so'z demak yo'q ekan.
Autodesk mana bunaqangi yozilsa kerak endi, kim biladi. Balki yoki bo'lmasam o'ngini bosadigan bo'lsam, endi e, e, tak bitta bunaqangi to'g'ri variantni ko'rsatadigani menimcha bo'lmasa kerak. No, mayli. Lekin AutoCAD degan so'zni bu tanib turibdi. AutoCAD degan so'zni tanib turibdi. Lekin o'zbekchada tekst qanaqadir tekst yozadigan bo'lsangiz, o'zbekcha so'zlarni baribir tanimaydi. Tagiga bundoq chizib, baribir qizil chiziq chizib, baribir xato deb ko'rsatib beradi. Chunki o'zbekcha tekstni Word ham tekshirmaydi. Так, kerakli tekstni redaktirovat qilib bo'ldik, tahrirlab bo'ldik. Tahrirlab bo'lganimizdan keyin nima qilamiz? Ekranni ixtiyoriy joyiga mushka bilan bitta chap knopkasini bitta bosamiz yoki bo'lmasa close text editor degan knopka bor, o'shani bosamiz. Bosganimizdan keyin tekstimiz kichkina bo'lib qoldi. Esinglarda bo'lsa, biz tekstimizning balandligini 15 mm qilib belgilagan edik. Mana endi hozir ko'rsak bo'ladi. A harfini balandligi 15 mm. 15 mm. Ikki marta bosgan paytimizda boya endi tekstni redaktirib qo'ygan paytimizda endi tekstni ustida ishlash oson bo'lishi uchun boyagi tekstni katta qilib ko'rsatib beruvdi. Lekin tekstni ustida ishlash to'xtatganimizdan keyin, ya'ni ekranni ixtiyoriy joyiga mushkamizning knopkasini bosganimizdan keyin yoki bo'lmasam close text editor knopkasini bosganimizdan keyin tekst o'zini biza bergan razmerni qabul qiladi. Так, bu oddiy bir multiline text instrumenti. Multiline text instrumenti. Endi bu multiline text instrumenti tekst yozayotgan paytimizda e'tibor bergan bo'lsanglar, boya aytdim, alohida text editor degan vkladka paydo bo'ldi. Mana bu yerda bunaqangi alohida vkladka yaratiladigan, shu instrument uchun alohida vkladka yaratiladigan instrumentlarimiz bor edi. Esinglarda bo'lsa, bittasi mana bu shtrixovka hatch, ya'ni shtrixovka qo'ygan paytimizda, masalan, shtrixovka knopkasini bitta bosadigan bo'lsak, mana bu yerda shtrixovka uchun alohida instrumentlar paneli paydo bo'ladi. Undan tashqari yana bitta instrument bor edi, modify instrumentlar panelida array, ya'ni massiv instrumentini bitta bosadigan bo'lsak, masalan, qaysidir bir obyektni belgilab turib, massiv instrumentini bitta bosadigan bo'lsak, bu massiv uchun alohida instrumentlar paneli paydo bo'lar edi. Hozir nazar qiling, Ctrl Z bilan nazar qiling. Xuddi shu narsa tekst yaratayotganimizda ham tekst uchun alohida instrumentlar paneli paydo bo'ladi. Tak, endi single line tekstni ko'rib chiqaylik. Single line tekstni bir marta bosadik. Bu single line tekstni prosta T endi T yozsam bo'lmaydi. T-I yozing, T-Y yozing. T-Y yozib turib, masalan, probelni bosadigan bo'lsam, single line text komandasini chaqiraman. Endi yana marta T-Y bir marta bosdim. Endi men birinchi bo'lib tekstni, mana bu tekstni chap past burchagini ko'rsatishim kerak. Qayerda joylashini? Chap past burchaga, masalan, joylash deylik. Endi men balandligini ko'rsatishim kerak. Tekstni balandligi, masalan, faraz qilaylik, masalan, balandligi 20 mm bo'lsin. 20, enterni bosdim. Enterni bosganimdan keyin mana balandligi 20 mm bo'lgan tekst yozadigan bir qator paydo bo'ldi. Yana mana o'sha auto, masalan, CADni yozing. Enterni bosadigan bo'lsam, keyingi qatorga o'taman albatta. Auto, masalan, desk bo'lsin. Mana shunaqa Autodesk bo'lsin. Endi single line text uchun alohida instrumentlar paneli paydo bo'lmadi, e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Ya'ni single line text bilan multi line text mana shu tomondan ham farq qiladi. Endi tekstni qanaqangi instrument yordamida yozishi umuman farqi yo'q aslida. Kichkina tekstlarni multi line tekstda yozsanglar ham bo'ladi yoki katta tekstlarni single line tekstda yozsanglar ham bo'ladi. Farqi yo'q. O'zingizga qanaqangi havola bo'ladigan bo'lsa, o'shani ishlatsanglar bo'ladi. Faqat
asosiy bitta muammosi single line textni ishlatayotgan paytinglarda qo'shimcha bir nima deydi anaqalarni nima deydi tekstni tahrirlaydigan boyagi instrumentlar qo'linglarda bo'lmaydi. Tekstni masalan жирный kursivniy yoki bo'lmasam cho'rtichni tegi chizilgan yoki bo'lmasam nima deydi qo'shimcha simvollarni yozish imkoniyati bo'lmaydi sizlarda. Bu endi tekst yozishni bir sal soddalashtirilganroq varianti. Yana bir marta tekst yozishdan rejimidan chiqish uchun mishkamni ekranni ixtiyoriy joyiga olib kelib turib bir marta bosaman. Mana endi yana boshqa joyda endi bu yerda tekst yozishni davom ettiraman. O'sha bosgan joyimda davom ettiryapman. Просто bir marta escape knopkasini bosdim, bo'ldi. Tekst yozish ustida ishladim. Endi e'tibor bersanglar single line tekstdagi ikkita qatorda yozilgan obyektlar alohida obyekt bo'lyapti, alohida belgilanyapti. Lekin multi-line tekstda yozilgan ikki qatordagi narsalar hammasi bitta obyekt hisoblanadi. Endi shu yerda ozgina sizlarga bir qo'shimcha ma'lumotni berib ketay. Tekst yozish, shtrixovka qilish hamda massiv yaratish bu AutoCADni o'zini alohida bir metodikasi orqali amalga oshiriladigan bir jarayonlar hisoblanadi. Masalan, liniya chizish yoki bo'lmasam aylana chizish, boshqa narsalarni chizish hammasi juda masalan boshqa turdagi 2D chertyojlarni ustida ishlaydigan programmalarda bir xil bo'ladigan bo'lsa, lekin tekst yozish, shtrixovka qilish yoki bo'lmasam massiv yaratish bu AutoCADni o'zini boyagi metodlari bilan yaratiladigan anaqa. Chunki shuning uchun biza AutoCADda yaratilgan chizmamizni сохранить qo'yib, ya'ni saqlab qo'yib, boshqa programmada ochadigan bo'lsak, o'sha chizmani AutoCADdan tashqari boshqa programmada ochadigan bo'lsak, mana bu tekstlarimizni yoki bo'lmasam shtrixovkamiz yoki bo'lmasam massivimiz ko'rinmasligi mumkin. Boshqa programmada ochilib ko'rsa, mana masalan mana bu yerda shuni turibdi, detalim turibdi hamda mana bu yerda tekstim turibdi. Boshqa programmada ochyapman, detalim ko'rinyapti, lekin mana tekst ko'rinmayapti. Shunaqa bo'lishi mumkin. Bu qachon muammo tug'diradi? Masalan, bu AutoCADda chizayotgan chizmamiz bu elektron chizma hisoblanadi, elektron chertyoj hisoblanadi hamda bu chizmani biz tayyorlab turib qog'ozga raspechatga qilgandan tashqari biz tayyor chizmani, elektronniy chizmani olib turib, masalan, biron bir stanokka primoy загрузка qilsak bo'ladi. Ya'ni stanok mana shu chizmadan foydalangan holda shu detalni masalan o'zi boyagi programma orqali o'zi yasab berishi mumkin yoki kesadimi yoki bo'lmasam liniyalarni shunaqangi bo'lishi mumkin. O'sha paytda stanok ishlatadigan programma bor. O'sha programma mana bu tekstlarni ko'rmaydi, u aniq 100% ko'rmaydi. Chunki stanok ishlatadigan programmalar faqat mana bu liniyalarni ko'radi. Chunki bu liniyalarni yaratish metodi hamma 2D chizmalar ustida ishlaydigan programmalarda bir xil. Oddiy. Masalan, mana bu liniyani olyapmiz. Nuqtani koordinatasi, birinchi nuqtani koordinatasini beryapti, keyin ikkinchi nuqtani koordinatasini beryapti, uchinchi nuqtani koordinatasini beryapti, to'rtinchi nuqtani koordinatasini beryapti, hammasini bir bilan birlashtiryapti. Ya'ni programma chertyojni сохранить qilayotgan paytda mana shu nuqtalarni koordinatalari bo'yicha ma'lumotni saqlaydi. Mana masalan faraz qilaylik. Mana shu chizmani men DXF formatida saqlaydigan bo'lsam, masalan рабочий stolga saqlaydigan bo'lsam, desktopga saqlaydigan bo'lsamda, mana unda menda drawing 3 degan bu anaqa paydo bo'ldi. Endi bu drawing 3 ni qanaqadir bir tekstoviy dokumentda ochadigan bo'lsam, menda ichida nima paydo bo'ldi? Mana bunaqangi rosa ko'p sonlar, koordinatalar paydo bo'lyapti. Masalan 70 ga 9, masalan text mode, masalan bu endi tekstga tegishli. Endi bu DXF ochdi. Endi mana bu yerda undan keyin liniyalarni masalan koordinatalarini beryapti. Mana hammasi sonlar, hammasi koordinatalar.
biron bir boshqa programma shu dxf faylni, ya'ni AutoCADda saqlanib qilingan faylni ochgan paytda o'ziga shu koordinatalar orqali chizmani qaytadan восстановить qilib oladi. Shunaqa qilib ochadi. O'shaning uchun e'tibor beringlar, shtrixovka, massiv hamda mana bu tekst AutoCADning o'zini fishkasi. Endi sizlar esinglarda bo'lsa, masalan biza mana qanaqadir masalan biron bir konturni ichiga masalan shtrixovka qilgan paytimizda mana bu alohida bitta shtrixovka edi. Endi buni biza explode komandasi bilan bo'lib tashlagan edik. Explode komandasi bilan bo'lib tashlaganimizdan keyin ichidagi bu shtrixovkaning ichidagi har bitta alohida liniya отдельный alohida obyektga aylandi. Mana endi mana shu liniyalarni hammasini AutoCAD saqlanib qilayotgan paytda har bittasini koordinatasi bilan saqlanib qiladi. Undan keyin boshqa ochayotgan programma, shu chizmani ochayotgan boshqa programma shu liniyalarni ko'radi. Xuddi shu narsa massivga ham tegishli. Massivni yaratib qo'ydinglarda, export komandasi bilan ajratib tashlaganinglardan keyin boshqa programma ajratilgan alohida detallarni ko'rishni boshlaydi. Xuddi shu narsa tekstga ham tegishli. Hozir shu tekstni yozib qo'ydim, boshqa bir programma bu tekstni ko'rmaydi. Lekin tekstni belgilab turib, explode komandasi bilan tekstni bo'lib tashlaydigan bo'lsam, mana bu tekstni boshqa bir programma ochib ko'ra oladi. Lekin shrifti to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana masalan hozir biz bu yerda shriftni masalan Arial qilib belgiladik. Keyin programma ochayotgan paytda buni endi Arial emas, qanaqadir bir oddiyroq bir shriftda yozib ko'rsatishi mumkin. Bu endi tekstni o'ziga yarasha bir kamchiligi. Tekst yozayotgan paytda o'shancha ehtiyot bo'lish kerak. Agar chizmani o'ziga annotatsiya beradigan bo'lsanglar, tekstni bemalol ishlatasizlar. Lekin tekstdan foydalanib tekstni masalan yozib qo'yib, o'sha tekstni masalan stanokka stanokka o'sha tekstni yozish uchun komanda beradigan bo'lsangiz, buni stanok eplolmasligi mumkin. O'shaning uchun avvalambor tekstni harfni liniyalar bilan chizib chiqish kerak bo'ladi. Masalan, A harfini mana bundoq qilib, masalan, chizib chiqishga to'g'ri keladi. Mana bunaqangi qilib chizib chiqish kerak bo'ladi. Buni endi masalan qo'lda ruchnoy chizib chiqaman desanglar, ancha ko'p vaqt ketadi. Lekin spetsialniy shunaqangi bir programmalar bor. Bu programmalar yordamida tekstni yozasizlar. Tekstni yozganingizdan keyin tekstni o'zini chizmaga aylantirib beradi. Bu e'tibor beringlar, hozir chizma emas. Tak. Davom ettiramiz. Tekst bo'yicha ortiqcha menimcha ma'lumot shart emas. Endi kimda savol bo'ladigan bo'lsa, tayyorlanib turinglar, keyin berarsizlar. Endi biza dimension, ya'ni o'lchovlarga kelaylik. Mana bu detalimizda turibdi. Men tekstlarni o'chirib tashlayman, kerak emas hozir. Belgilab turib delete qilib o'chirib tashladim. Endi dimension. Masalan, faraz qilaylik, mana shu chizmani chizib qo'yamiz. Hozir u mana bu chizmaydi. Bu yerda mana razmerlar qo'yilgan. Mana masalan oddiy bitta razmer, mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha bo'lgan masofa 240 mm qilib belgilangan. Mana shu 240 mm qo'yaylik. Tak, bu menda qanday amalga oshiriladi? Eng birinchi linear dimension, ya'ni mana bu linear dimension instrument. Mana bu yozib turgan katta bir dimension instrumentidan foydalanmaslikni maslahat beraman. Chunki bu ozgina adashtiradi. Bu nimagaligini keyin tushuntirib beraman. Mana bu birinchi turgan instrument linear, ya'ni linear instrumenti bilan mana bunda razmerni qo'yamiz. Linear instrumentini bosganimizdan keyin nuqtalarni ko'rsatishimiz kerak. Mana birinchi nuqta, mana bu ikkinchi nuqta. Ikkita nuqta orasidagi masofani ko'rsatib, mana razmerim bundoq tepaga olib chiqib qo'yaman. Mana bu chizmaga nisbatan birinchidan mani razmerimni teksti juda kichkina, ikkinchidan rangi oq.
oq. Buni to'g'irlasa bo'ladi. Buni to'g'irlaymiz. Endi razmer qo'yishni keyingi davomini ham ko'raylik. Masalan, men mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha bo'lgan masofani o'lchamoqchiman. Ya'ni mana bu liniyani uzunligini o'lchamoqchiman bunaqasiga. Lekin mana bu chizmamda mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha bo'lgan gorizontal masofa o'lchangan. Gorizontal masofa o'lchangan hamda vertikal masofa o'lchangan. Ya'ni mana bu liniyani gorizontal hamda vertikal tashkil etuvchilarini uzunligi o'lchangan. Yoki bo'lmasam mana bu liniyani x o'qi hamda y o'qiga proyeksiyalari uzunliklari o'lchangan. Buni qanaqa tekshirsak bo'ladi? Masalan, yana bir marta linear instrumentni bosaman, mana bu nuqta bilan bu nuqtani ko'rsatyapman. Manda yo gorizontal yo vertikal o'lchamni o'lchayapman yoki sal teparoq olib chiqadigan bo'lsam, gorizontal o'lchamni o'lchayman. Endi menda shunaqangi talab bo'lsinki, mana bu liniyani uzunligini o'lchab beringlar degan bir talab bo'lishi mumkin. Unda endi mana bu linear instrumenti bilan o'lchab olmayman buni. O'shaning uchun keyingi instrument bor, aligned degan instrument bor. Ya'ni dimension aligned, ya'ni o'sha liniyaga parallel bo'lgan o'lchamni o'lchash. Aligned bosdim, bitta nuqta bilan ikkinchi nuqtani ko'rsatyapman. Tepaga olib chiqib qo'yapman. Mana endi liniyani aynan o'zini o'lchamini o'lchayapman. Tak, endi bu instrumentlarning ichida alohida yana qo'shimcha instrumentlar bor, ya'ni burchakni o'lchash, yoyni uzunligini o'lchash, aylana radiusini hamda aylana diametrini o'lchashga o'xshagan o'lchash degan bir o'lchov instrumentlari bor. Endi qolganlariga men bularga unchalik e'tibor bermaymiz, bular bizga kerak emas. Ularni sal keyinroq ko'rib chiqaveramiz, lekin bundan oldin menda chizmam bundoq ko'ringan paytda menda razmerlarim umuman ko'rinmayapti. Juda kichkina. Nima deydi, chizma bilan aralashib ketyapti. Chizmamdagi liniyalarimni rangi ham oq, qora fonda razmerlarim ham rangi oq. Nima qayerda joylashgan bilmayman. O'shaning uchun давайте razmerlarni stilini ozgina o'zgartirib olaylik. Buning uchun boya aytganimdagi annotation yozuvini bosadigan bo'lsam, mana bu yerda knopka bor. Dimension style degan. Buni bosadigan bo'lsak, bunaqangi oyna ochiladi. Dimension style manager. Yoki bo'lmasam klaviaturada dim s deb nabor qilaman. Dim s enterni bir marta bosdim. Mana shu dimension style manager ochildi. Biza razmerni ISO 25 standarti bo'yicha qo'yyapmiz. Ya'ni e'tibor bersanglar, mana bu yerda dimension style ro'parasida ISO 25 turibdi. Ya'ni biz ISO 25 standarti bo'yicha qo'yyapmiz. Dim s ni yana bir marta bosaman. O'shaning uchun biza hozir по умолчанию ISO 25 standarti belgilangan turibdi. Mana standart emas, aynan ISO 25 belgilangan turibdi. ISO 25 belgilangan holatda o'ng tomondagi knopkalardan bittasi modify, ya'ni tahrirlash yoki bo'lmasam redaktировать ruschasiga aytganda, o'sha knopkani bosamiz. Bosganimizdan keyin alohida yana bitta oyna ochilyapti. Endi o'sha ISO 25 standartini o'zgartiraman. Aynan o'sha ISO 25 standartini o'zgartirganimdan keyin mana bu yerdagi razmerlarim ISO 25 standarti bo'yicha qo'yilgandan keyin razmerlarim ham avtomatik o'zgarishni boshlaydi. Bu yerda bu oynani bir necha vkladkalari bor. Bittasi mana lines, ikkinchisi symbols and arrows, keyin text, fit, primary units, alternate units, tolerance. Bizga kerak bo'ladigan, biza ishlatadigan vkladkalarimizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladigan vkladkalar mana bu lines, keyin symbols and arrows, undan keyin text, undan keyin primary units. Qolganlariga e'tibor bermaymiz. Fitga ham, alternate unitsga ham, tolerancega ham e'tibor bermaymiz. Hozircha keyinchalik kerak bo'ladigan bo'lsa, keyin bularni alohida ko'rib chiqaveramiz. Tak, lines vkladkasini ochdik. Lines vkladkasini ochganimizdan keyin mana bu yerda bizda dimension lines hamda extension lines degan joy bor. Dimension lines bu
o'lchov liniyasi. Mana bu o'lchov liniyasi. Aynan давайте men bir hozir yopib turaylik. Sal liniyani rasmiy anaqani sal kattalashtirib olay. И yana marta dimas ochib olay. Так, modify. И mana bu lines. Mana bu dimension line o'lchovni mana bu liniyasi. Mana bu liniyasi, asosiy liniyasi. Extension lines degani mana bu ikkita liniya. Ikkita liniya. Ya'ni detalga perpendikulyar chiqqan ikkita liniya. Bu ikkitasini alohida o'zgartirishimiz mumkin parametrlarni. Eng birinchi bo'lib biza bu liniyalarni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu rangi. Hozircha menda by block deb yozib qo'yibdi. By block, ya'ni blok bo'yicha, lekin blokimizning rangi oq turibdi. Endi oq emas, yashil bo'lsin. Yashil qilib belgiladik. Yashil qilib belgilab, masalan, OK ni bosib turib bitta close knopkasini bosadigan bo'lsak, mana bu liniyamiz yashil bo'lib qoldi. Bu liniyamiz ham, mana bu liniyamiz ham, bu liniyamiz ham hammasi yashil bo'lib qoldi. Lekin mana bu liniyalar oqligicha qolib ketdi. Chunki bular extension line, alohida boshqa liniya. Yana bir marta dim style'ni ochib olaylik. Dim s yozdim, probelni bosdim. ISO 25 ustiga modify bosaman, ya'ni o'zgartiraman ISO 25. Endi extension lines ham rangini o'zgartiring. By block emas, bu ham yashil bo'lsin, green bo'lsin. OK ni bosdim, close bosdim. Endi bu hammasi bu yog'i ham yashil bo'ldi. Bu yog'i ham yashil bo'ldi. Tak, davom ettiramiz. Dim s yozdim, enter ni bosdim, ISO 25 ochib turib modify bosdim. Endi men yana o'zgartirishim mumkin bo'lgan narsalar liniyani turi. Bu yerda o'zgartirishim mumkin, ya'ni men bu liniyani turini o'zgartirishim mumkin. И extension line 1 buni o'zgartirishim mumkin. Extension line 2 buni o'zgartirishim mumkin. Hamda ya'ni turi bo'lganda bu qanaqangi bo'ladi? Oddiy tekis chiziq yoki bo'lmasam nuqtali chiziq yoki bo'lmasam shtrixli chiziq yoki bo'lmasam shtrix punktirli chiziq. Qanaqa bo'lishi? Turlari juda ham ko'p. Line type ichiga bostirib, masalan, otherni bosadigan bo'lsak, mana bu yerda keyin loadni bosadigan bo'lsak, turlari juda ham ko'p. Har xil turlari bor. O'shalar birontasini ishlatishimiz mumkin. Lekin menimcha o'lchamlarni ko'rsatadigan liniyalarga bunaqangi liniyani turini o'zgartirish kerak emas. Bu sal noto'g'riroq ish bo'ladi. Undan keyin line weight deyapti. Line weight endi weight degani og'irlik deb tarjima qilinadi, lekin bu yerda liniyani qalinligi to'g'risida gap ketyapti. Liniyani qalinligini ham o'zgartirishimiz mumkin. Bularga tegmaymiz hozir. Xuddi shu liniyani qalinligini, mana bu asosiy liniyani qalinligini ham o'zgartirishimiz mumkin mana bu yerda, yoki bo'lmasam mana bu yerda mana bu extension lines o'shalarni ham qalinligini o'zgartirishimiz mumkin. Bularga tegmaymiz. И undan tashqari mana bu yerda yana ikkita qo'shimcha parametr bor. Bittasi extend beyond dim lines. Ya'ni extension line bu bunga tegishli, extension line ga tegishli. Extend beyond dim lines degani, ya'ni mana bu dimension linedan tepaga necha millimetr chiqib ketyapti degani. Hozir men sal cancelni bosib turib, unda sal kattalashtirib olay. Mana bu joyida kattalashtirib olay. Yana bir marta dim style ochamiz. ISO 25 modify и mana bu. Ya'ni extend beyond dim lines degani mana 125 mm turibdi. Mana bu dimension linedan tepaga yana qanchadir chiqib ketyapti. Mana hozir 125 mm qilib belgilandi. Demak, mana bu yerdan tepaga yana 125 mm ga tepaga chiqib ketyapti. И ikkinchisi offset from origin deyapti. Ya'ni nuqtadan necha millimetrga dan keyin liniya chizilishi boshlanyapti deyapti. Hozir mana men pastga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu nuqtadan boshlab o'lchadim. Lekin liniya chizilishi 0.625 millimetrdan keyin chizilishi boshlanyapti. Ya'ni o'rtada mana bu zazor bor, kichkinagina zazor bor. Mana shu zazorni zazor 0.625 mm. Masalan, buni 0 qilib qo'ysak bo'ladi. Shunda mana bu liniya
aynan shu nuqtadan boshlanadi. Endi bu yerda shunaqangi по умолчанию shunaqangi ko'rsatilgan. Bularga biz tegib o'tirmaymiz, o'zgartirishimizni hojati yo'q. Bizga bularni o'zgartirgani hech narsa bermaydi. Asosiysi bizga mana bu ikkita rangni o'zgartirishimiz kerak. Chizmadan boyagi bizani razmerlarimiz o'zgarib turishi uchun. Tak, keyingi vkladkaga o'tamiz. Symbols and arrows, ya'ni simvollar va strelkalar. Arrow degani strelka. Strelka deb tarjima qilinadi. Endi biza mana bunaqangi strelka ishlatamiz. Endi nima uchun symbols and arrows degan? Chunki strelkani o'rniga boshqacha tipdagi simvollarni ham ishlatishimiz mumkin. Masalan, bosadigan bo'lsak, har xil tipdagi, masalan, boshqacha tipdagi strelkalar ham bor. Undan tashqari, masalan, nuqtali yoki bo'lmasa mana bu yerda bunaqangi slash, ya'ni bo'lish belgisi slash ishlatilishi mumkin. Endi buni masalan arxitekturada bunaqangi ishlatilishi mumkin. Endi sizlar balki nima deydi, katta bir obyektlarni planlarini, gen planlarini chizayotgan paytinglarda vaqt kelganda ishlatishinglar mumkindir. No, biz hozircha strelkani ishlatamiz. И mana bu yerda arrow size, ya'ni strelkani uzunligi degan bitta parametr bor. Bu strelkani uzunligi 2,5 mm. Mana bu 2,5 mm. Endi buni biza o'rtacha masalan 6 mm dan 12 mm gacha qilib belgilashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar chizma chizayotgan formatimizning razmeri masalan A4 bo'ladigan bo'lsa yoki A3 bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha mana shunaqangi bir 6 mm dan 12 mm gacha qilib belgilasak bo'ladi. Davайте mana shuni hozir masalan 10 mm qilib belgilaylik. И 10 mm qilib belgiladik. 10 mm qilib belgilaganimizdan keyin mana bu yerda o'ng tomonimizda kiritilayotgan o'zgarishlarni sirazi ko'rib borishimiz mumkin. 10 mm yozdik, biron bir joyga mushkani biron bir joyga bosdik, 10 mm qoldi. Endi strelkalarimizni kattalashganini ko'rdik. Endi mana shu yerda bizga mana shu strelkani razmerini 10 mm qilsak, shuni o'zi yetadi bizga. Boshqa narsaga tegmaymiz, hech narsa o'zgartirmaymiz. Tekst vkladkasiga o'taylik. Tekst endi mana bu razmeri boyagi ustida turgan boyagi sonladi endi. Uni ham biz rangini o'zgartirishimiz mumkin. Text style standart turibdi. Mayli, standart tursin. O'zgartirmaymiz. Text color, ya'ni tekstning rangi endi yashil bo'lsin. Bu ham by block oq rangda turibdi, biz yashil bo'lsin. Yashil qildik. Endi fill color degan narsa bor. Fill colorni masalan o'zgartirsak, masalan hozir none turibdi, hech qanaqangi fill color yo'q. Ya'ni fill color degani tekstni ustidan xuddi marker bilan отдельный bo'yab qo'yganimizdagi narsa. Bunaqangi bo'yalish bizda yo'q. Davaychi masalan qizil qilib belgilaylik. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda tekstimizni qizil bilan ustidan bo'yaldi. Bizga kerak emas. Non qilib belgilab qo'yamiz, kerak emas. Biz tekstning rangini o'zgartirdik. Asosiy bizga kerak bo'ladigan narsa tekstning balandligi. Tekstimizning balandligi 2,5 mm emas, masalan, bu ham 10 mm bo'lsin. 10 mm bo'lsin. OKni bosdim, close ni bosdim. E'tibor bersanglar, mana endi mana tekstlarim ham katta bo'ldi. Uzoqlashtirgan paytda уже detalni ekranni uzoqlashtirgan paytda hamma narsa ko'rinarli, tushunarli, hech narsa qolib ketmadi. Yana bu yerda dim style'ni ochaylik. Dim s yozdim, enterni bosdim. ISO 25 redaksiya qilishni davom etamiz. Hozir biz tekstni o'zgartiryapmiz. Endi tekstni o'zini joylashish hamda va boshqa parametrlari bor. Mana bu text placement hamda text alignment degan joylarga qaraydigan bo'lsak, text placement vertikal bo'yicha liniyani ustida turibdi. Liniyani tepa qismida turibdi. Ya'ni aynan ustida emas, tepa qismida turibdi. Ya'ni above turibdi. Bizga bu to'g'ri keladi. Lekin ba'zi bir shunaqangi standartlar bor. Mana bunaqangi, masalan, centered, ya'ni liniya markazda joylashgan. Mana bunaqangi. Masalan, OK bostirib bitta close bosadigan bo'lsak, mana bu liniyani qoq o'rtasiga joylashib qoldi. Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Bizning standartga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun buni biz orqasiga qaytaramiz. Bu to'g'ri kelmaydi bizga. Tak, centered emas, above qilib qo'yamiz. Endi outside bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam outsidedan tashqari yana masalan JIS standarti bo'yicha bo'lishi mumkin yoki below tagida joylashgan bo'lishi mumkin. Hop, bizga above
eng to'g'ri keladigani mana mana shu. Gorizontal bo'yicha markazda bo'lishi mumkin. Bitta extension line tomonda bo'lishi mumkin, ikkinchi extension line tomonda bo'lishi mumkin, ya'ni chapda, o'ngda. Yoki bo'lmasam extension line ustida bo'lishi mumkin bittasini, yoki bo'lmasam ikkinchi extension line ustida bo'lishi mumkin. Bularni birontasi bizga to'g'ri kelmaydi. Bizga mana mana shu center degani, ya'ni gorizontal bo'yicha joylashishi, ya'ni markazda joylashishi bizga to'g'ri keladi. Bizning standartga to'g'ri keladi. Ya'ni boshqa standart biz agar boshqacha metodda boyagi razmerlarni joylashtiradigan bo'lsak, bizani standartni o'rgangan odamlar o'sha cherchyorni o'qiyotgan paytda qiynalishi mumkin-da. O'shaning uchun bu to'g'ri kelmaydi bizga. Ya'ni men aytayotganim bizani deyotganimda men O'zbekiston hamda SNG davlatlarini standarti bo'yicha aytyapman. Undan keyin o'qishni yo'nalishi chapdan o'ngga. Bu chapdan o'ngga to'g'ri. Endi ba'zida masalan o'ngdan chapga ham bo'lishi mumkin. Bu endi noto'g'ri-da. Endi o'ngdan chapga, biz chapdan o'ngga bunga ham tegmaymiz. И yana bitta parametr bor. Tekst, ya'ni matn dimension line, ya'ni o'lchov liniyasidan necha millimetr balandlikda turibdi degan parametr bor. Hozir men bitta 0.625 turibdi. Ya'ni OKni bosib turib masalan close ni bosadigan bo'lsam, bu mana bu tekst bilan o'lchov liniyasini orasida qanaqadir bir kichkina bir masofa bor. Mana shu 0.625. dim s ni yozib turib yana bitta qaytib ochamiz, modify ni bosamiz. Bizga mana bu 0.625 to'g'ri kelmaydi desam, bu noto'g'ri. To'g'ri keladi, lekin 1 mm bo'lsa, конечно, standartga to'g'riroq bo'ladi. Tak, OK ni bosdim, close ni bosdim. Endi mana bu orasidagi liniya bilan tekstning orasidagi masofa 1 mm bo'lib belgilandi. 1 mm bo'lib belgilandi. Yana bir marta dim s bosib yozdim, enter bosdim. Yana o'zgartirishni davom ettiraylik. Endi qo'shimchasiga yana oxirgi vkladkani ochaylik. Primary units degan. Bu yerda bizga o'zgartirishimiz kerak, o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan narsalardan bittasi mana bu precision. Ya'ni precision degani o'zbekchaga bir aniqlik deb tarjima qilinadi. Endi aniqlik darajasi, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana tekstimizda butun sondan keyin virguldan keyin ikkita birlik ko'rsatilgan. Ya'ni 100dan 1 birlikgacha aniqlikda ko'rsatilgan. Xuddi shu narsa mana bu precisionda ko'rsatib qo'yibdi. 0 butun nuqta yana ikkita 0, ya'ni 100dan 1 birlikgacha. Buni ochadigan bo'lsak, 100dan 1, 1000dan 1, 10 mingdan 1, 100 mingdan 1, milliondan 1, 10 milliondan 1 va 100 milliondan 1 birlikgacha aniqlik darajasini keltirsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam 10 dan 1, yoki bo'lmasam faqat butun qismini ko'rsatsak ham bo'ladi. Mana butun qismini ko'rsatsak ham bo'ladi. Bizani standartda odatda endi ko'p joylarda mana bu narsa ko'rsatilmaydi. Virguldan keyin boyagi kasr qismi ko'rsatilmaydi. Lekin xalaqit qilmaydi, kasr qismini ham ko'rsatib qo'yaylik, xalaqit qilmaydi. Давайте mana hozir 0 qilaylik. Hatto hozir men razmerim 56-57 turibdi. 56 butun 100dan 57 turibdi. Masalan, OK ni bosib turib bitta close bosadigan bo'lsam, men razmerim 57 bo'lib ko'rsatib qoldi. Aslida liniyamning uzunligi 56 butun 100dan 57 yu yana nechidir. Chunki buni ham bilmayman men. Chunki 56 butun 100dan 57 bu menda 100dan 1 birlikgacha bo'lgan ko'rsatilgan razmer edi. Ds bosaylikda modify ni ochib turib, masalan, primary unitsdan endi men mana bunaqangi 100 million bo'lyaptimi, 100 million yoki 10 million o'sha variantdan OK ni bosib turib, bitta close bosaylik. Mana razmerimni ko'ryapsizlarmi? Liniyani uzunligini. 56 butun virgul bu yoqqa ketdi. 568 54 25. Bundan keyin yana bor. Endi avtokat uni ko'rsatib o'tirmaydi sizlarga. Bizga ko'rsatib o'tirib, mana shu aniqlik darajasini o'ziga yetadi. dim s ni bosdi, yozdim, modify ni ochdim va precisionni qaytadan 100dan 1 birlikka keltirib qo'ydim. Buni endi o'zgartirishim mumkin ba'zi holatlarda, lekin lучше tegmagan ma'qul. Endi bu yerda qo'shimcha yana shunaqangi ikkita moment bor. Prefix hamda suffix degani.
Prefix degani mana bu yerda yozamiz. Bu narsa nimadir yozadigan bo'lsak, tekstdan oldin paydo bo'ladi. Suffix nimadir yozamiz, bu tekstdan keyin paydo bo'ladigan narsa. Masalan, suffixga masalan yozib qo'ydik, mm yozdik, ya'ni millimetr. OKni bosdik, close'ni bosdik. Menda 240 dan keyin yozuv ikkita mm, ya'ni millimetr degan yozuv paydo bo'ldi. Buni men o'zim qo'ydim. Dim s yozdim, yana bu yerda ochyapman. ISO standartini o'zgartirib. Endi suffixga masalan mm dan oldin bitta probel qo'yib OKni bosadigan bo'lsam, yozuv bilan millimetrni oldida orasida mana bu bitta probel paydo bo'ldi. Bunaqa qilsak ham masalan bo'ladi. Lekin bitta problema bo'ladi. Bu problema qanaqangi? Mana bu uglni ko'rsatish. Uglni ko'rsatganimda masalan nechidir, masalan 135 gradus millimetr deb yozib beradi. Endi gradus va millimetr bo'lmaydi-da. O'shaning uchun bu narsani men olib tashlayman. suffix degan narsalarni olib tashlayman, ishlatmayman umuman. Undan tashqari yana bitta scale factor degan narsa bor, ya'ni masshtab. Masalan, chizmani men qanaqadir bir masshtabda chizgan bo'lsam, hozir masalan mana shu chizmani masalan 10 barobar kichkina chizgan bo'lsam, scale factorga masalan 10 deb belgili yozsam, OKni bosadigan bo'lsam, close'ni bosadigan bo'lsam, endi menda 240 ni o'rniga masalan 2400 deb ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni aslida chizmam bo'yicha mana buni uzunasi 240 mm. Men endi 10 barobar kichik chizib qo'ydim-da. Endi scale factor, ya'ni masshtabировать qilib ko'rsatyapman 2400 mm qilib. Lekin yigitlar, men bu narsani ishlatishni maslahat bermayman. Po krайней мере, hozir AutoCADni endi o'rganayotgan paytinglarda ishlatishni maslahat bermayman, chunki buni ishlatadigan bo'lsanglar adashib ketasizlar. O'shaning uchun men bu scale factor 1 degan narsaga umuman tegmanglar. Tak, OKni bosamiz, close bosamiz, razmerlarni qo'yishni, redaktirovat qilishni o'rgandik.